Assalomu alaykum. İnsonni bu dunyoda o'sib, yayrab, yashnab yurishi uchun ota-onani duosi juda katta rol o'ynar ekan. O'zimizdan qiyos qilib gapiramiz. Endi ba'zi bir armonlarimiz ham bor. Yaxshi xizmat qilolmadik deymiz-u. Onamizlar rahmatli yoshligimizda o'tib ketganlar. Haqiqatda xizmatlarni qilolmaganmiz. Onamlardagi otamlar uylandilar. Yangi onamizlarni hurmatlarini qildik. Shuni hisobidan hozir keyingi endi o'g'ay uka deyiladi-yu. Bizga o'g'ay ukadaqa emas-da, bu ukalarimiz hozir o'zimizni haqiqiy bitta qorindan talashib tushganday ukalarimiz bo'lib qolishdi. O'g'ay onamizlarni endi o'g'ay ona demaymiz, yaxshi hurmat qildik. Otamizlarning duolarini oldik shularning orqasidan. Tez-tez yo'qlab turlardi. Pul bersak ko'proq olmasdilar. O'zlarining kichkina do'konchalari bor edi. Dadamlarga pul berishini bitta yo'li bor edi. Uni ukamlar yo okamlar o'ylab topishgandi. Mabodo ba'zida bir bozor aytib qolsalar, bozorlarni sal ko'proq qilib berar edik. Tez-tez yo'qlab borganda oyoqlarini bosib, bir ozgina masaj qilib qo'ysam, rosa duo qilardilar. Duo qilganlari sari ko'proq borib, yana masaj qilib, bir dam oldirib qo'ygim kelardi. Juda ichlaridan bir duo qilardilar. Bu otamizlarni duolari sabab aka-ukalar kam bo'lmadik, Xudoga shukr. Endi birga hajga borib kelganmiz, Xudoga shukr. Ancha duolarni olingan. Shuni orqasidan shu juda ko'p joyda foydasi bo'ldi-da, o'zimizni bilganimiz. Shunga ota-onani hurmat qilib, duolarni olib, bu maqtanish emas, yana maqtandi deb o'ynamaylik-yu. Ota-onaning duolarini ko'proq olaylik. Shunaqa.